U kechki payt zakaz ushladik. Kechga yaqin 7:11 Baykalga Listyankaga zakaz berib qo'ydi. Sedova 8dan Listyanka Akademiyskiy 13 kilometri 67 kilometr 1 soat. Mayli, borib kelamiz. Probkalar tarqagan. Do'stlar, olib kelib tushirdik. Zaversh qilamiz. 2417 rubl. Do'stlar, Baykaldamiz mana. Bu yer gostinitsasidan Hotel Baykal qo'yibdi. Bu yerda o'zimizni bratlar ish qilyapti. Leslarni qaranglar. Hozir suvga tushamiz, suvlarni ham ko'rsatamiz do'stlar. O pastda suv. Atrof les. Вообще dahshat. Havosi ham o'zi boshqachada. Odamlarni olib kelib tushiryapti. Bu Listyanka Baykalda, ya'ni boshlanish. Mana do'stlar, pastga tushganda o'sha suv Baykal, ya'ni вообще manzara zo'r. Kechqurun ayniqsa salqinda zo'r bo'lar ekan. Hozir pastga tushamiz, ko'rsatamiz. Bozorlarga kirib ko'ramiz agar yo'q bo'lmagan bo'lsa. Irkutsk shahridan Baykalga kelmoqchi bo'lsalaring, kilometri 60 kilometr. Ichkari kirish. Do'stlar, manzara. Biz sentriga yetmasdan beri gostinitsada qoldi. O sentriga qarab yuribman. Kilometri 88 kilometr, ikkitali adres. Mana shu ichkarida ekan, ichkariga kiraveramiz. Ko'rsatmoqchi edim, obzor qilmoqchi edim ozgina. Bozorlarning ichini ham. Mana do'stlar. Şey dahshat havo. Oxirgi yo'lda kerak. Oxirga borish uchun normal yurish kerak. Tiva tomonlar, gostinitsalar juda ko'p. Kimki dam olgani kelsa, bemalol kelib gostinitsalar sinimat qilib dam olsa bo'laveradi. Birinchi Irkutskga kelib, Irkutskdan Baykaldan olib kelib tushirdik. Mana ikkitali adresimiz. 1,5 soatda kelibmiz почти. Zaversh qilamiz. $2610. Самое главное, пустой gemadik. Yaxshi, endi uyga zakaz olish kerak.